Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun biz siz bilan juda og'riqli va afsuski, ko'pchilik uchun yaqin kelajakda dolzarb bo'lib qoladigan mavzu haqida gaplashamiz. Bu sizning ota-onangizning, bobo-buvilaringizning hayotiga bevosita taalluqli bo'lgan hayotiy muhim ma'lumot. Agar hozirda nafaqada bo'lsangiz yoki tez orada nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Mavzu nomi nafaqaxo'rlar. Eng yomoniga tayyorlaning. Bu sarlavha quloqqa biroz qo'pol eshitilishi mumkin, lekin men sizni xushomadgo'y so'zlar bilan aldamoqchi emasman. Aksincha, real vaziyatni tushunib, ogohlantirishni va sizni jiddiy choralar ko'rishga undashni istayman. Bu ma'lumot har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizga yanada foydali kontent yaratishga motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati. Oldinlari qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Keling, avvaliga bir oz tarixga nazar tashlaylik. Ilgari hatto mamlakatimiz iqtisodiy jihatdan qiyinroq davrlarni boshdan kechirgan bo'lsa ham, nafaqat tizimi barqarorlik va bashorat qilinadiganlik tuyg'usini berardi. Pensiyalar garchi katta bo'lmasa ham odatda o'z vaqtida to'lanar edi. Davlat o'zining nafaqaxo'rlarga g'amxo'rlik qilish majburiyatini bajarishga intilardi. Odamlar mehnat qilgan yillariga qarab ma'lum bir miqdordagi nafaqaga umid qilishlari mumkin edi va bu umid asosan o'zini oqlar edi. Masalan, katta ota-onalarimiz doimiy ish joyiga ega bo'lish, uzoq yillar davomida ish staji yig'ish va shu orqali munosib keksalikni ta'minlashga ishonishardi. Ular pensiya kartochkasini olishganda bu ularning uzoq yillik mehnati evaziga davlat tomonidan beriladigan kafolat edi. Bu pul nafaqat oziq-ovqat va kommunal to'lovlar uchun, balki masalan nabiralarga shirinlik olish, qishloqqa borib kelish yoki hatto kichikroq sovg'alar uchun ham yetardi. Nafaqaxo'rning daromadi asosan davlat pensiyasidan iborat bo'lsa-da, u baribir hayot kechirish uchun yetarli minimal mablag' hisoblanar edi. Bu shuni anglatadiki, keksalar farzandlari yoki boshqa qarindoshlarining mutlaq qaramog'iga tushib qolishmay, o'zining oz bo'lsa ham mustaqil byudjetiga ega bo'lishardi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi va bu o'zgarishlar afsuski ko'pincha nafaqaxo'rlar uchun salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Nimalar o'zgardi? Birinchidan, global iqtisodiy vaziyat. Dunyo bo'ylab inflyatsiya ko'tarilib bormoqda, tovar va xizmatlar narxi oshmoqda. Bu faqat bizning mamlakatimizga xos holat emas, balki butun dunyo iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatidir. Ikkinchidan, demografik o'zgarishlar. Dunyo aholisi qarib bormoqda, ya'ni nafaqaxo'rlar soni ishlovchi aholi soniga nisbatan tobora ortib bormoqda. Bu esa pensiya tizimiga katta yuk solmoqda. Har bir ishchi nafaqaxo'r uchun ko'proq pul to'lash kerak bo'ladi. Bu esa tizimning barqarorligiga putur yetkazadi. Uchinchidan, mamlakat ichidagi iqtisodiy islohotlar va tizimli muammolar. Ba'zi islohotlar ba'zan kutilgan natijani bermayapti yoki qandaydir sabablarga ko'ra ortga surilmoqda. Pensiya tizimining moslashuvchanligi yetishmasligi, uning inflyatsiya sur'atlariga tezkor javob bera olmasligi ham muammoni yanada chuqurlashtirmoqda. Keling, aniqroq misol bilan tushuntiraman. Masalan, 5 yil oldin sizning pensiyangiz erta tongda bozordan bir haftalik oziq-ovqat xarid qilishga yetardi. Bugun esa o'sha pensiya bilan ehtimol 3 kunlik ovqat olishingiz mumkin yoki hatto undan ham kam. Bu degani, sizning pensiyangiz nominal jihatdan oshgan bo'lishi mumkin, aytaylik 11%ga. Lekin bu vaqt ichida narxlar o'tib 2%ga yoki undan ham ko'proqqa oshib ketgan. Bu inflyatsiya deyiladi. U sizning pulingizning xarid qobiliyatini yeydi. Uni sekin-asta, lekin shafqatsiz ravishda qiymatsizlantiradi. Avvalgi barqarorlik hissi butunlay yo'qoldi. Endi odamlar pensiyaga ishonib yashay olmaydigan holatga kelib qolishdi. Bu holatda nafaqaxo'rlar doimiy ravishda ortib borayotgan narx-navo oldida o'zlarini ojiz his qilishadi. Xarid qobiliyatining pasayishi nafaqaxo'rlarning kundalik hayotiga, ularning ovqatlanishiga, dori-darmonlariga, kiyim-kechaklarga va umuman hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning tayyorlanishingiz kerak bo'lgan eng yomoni bu emas, pensiya umuman to'xtatiladi, balki u shunchalik kamayib ketadiki, unga yashash imkonsiz bo'ladi. Asosiy qism 1, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Nimalarni bilishingiz kerak? Avvalo, har bir nafaqaxo'r bilishi kerak bo'lgan bir nechta fundamental jihatlar bor. Ularni tushunish, vaziyatni to'g'ri baholash
va to'g'ri xulosa chiqarishga yordam beradi. Birin, inflyatsiya pensiyangizning jim qotili. Bu eng muhim omil. Sizning pensiyangiz miqdori qog'ozda o'zgarmasdan turishi mumkin yoki juda oz miqdorda o'sishi mumkin, lekin pulingizning qadri pasayib boraveradi. Tasavvur qiling, 1 yil oldin 100 ming so'mga siz bozordan 2 qop kartoshka, 5 kilo go'sht va kerakli boshqa mahsulotlarni olgan bo'lishingiz mumkin. Bugun o'sha 100 ming so'mga balki 1 qop kartoshka va 1-2 kilo go'sht olasiz. Xolos farqni ko'ryapsizmi? Pul bir xil, lekin uning kuchi kamaydi. Bu jarayon nafaqaxo'rlar uchun ayniqsa xavflidir. Chunki ularning daromadlari doimiy va o'zgarmas bo'ladi. Narxlar esa osmonga ko'tarilaveradi. Bu esa nafaqaxo'rlar o'zlarining asosiy ehtiyojlarini qondirishda qiynalishlariga olib keladi. 2. Pensiyani indeksatsiya qilish yoki uning yetishmasligi. Davlatlar pensiyalarni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirishga harakat qiladi. Bu indeksatsiya deyiladi. Ammo ko'pincha bu indeksatsiya haqiqiy inflyatsiya darajasidan ancha orqada qoladi. Ya'ni sizning pensiyangiz nominal jihatdan oshgan bo'lsa ham, real xarid qobiliyati jihatidan aslida kamaygan bo'ladi. Misol uchun, hukumat pensiyalarni 10% ga oshirdi deb e'lon qilishi mumkin. Lekin shu yil ichida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi 25-30% ga, dori-darmon narxi esa 40% ga oshgan bo'lsa, bu oshirish hech narsa emas. Bu shunchaki sizning kamayib borayotgan daromadingizni sekin-asta kamaytirish jarayonidir. Tibbiy xizmatlar narxining o'sishi. Yosh o'tgan sari sog'liq bilan bog'liq muammolar ko'payadi. Dori-darmonlar, shifokor ko'riklari, muolajalar va operatsiyalar narxi har yil sezilarli darajada oshib bormoqda. Pensiya esa bu xarajatlarni qoplashga deyarli yetmaydi. Oddiy misol, oyiga boy bilgan so'mlik dori ichadigan nafaqaxo'r uchun agar pensiya 800 ming so'm bo'lsa, bu juda katta xarajat. Agar dori narxi 1 yilda 20% oshsa, pensiya esa 10% oshsa, u har oyda ko'proq qiyinchilikka duch keladi. Bu nafaqaxo'rlarning sog'ligini saqlash uchun pul topishda katta stressga sabab bo'ladi. Farzandlar va qarindoshlarga bog'liqlikning ortishi. An'anaviy oilaviy qadriyatlar kuchli bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda farzandlarning o'z oilasi, o'z xarajatlari bor. Ular ham qiyinchilik bilan kun kechirayotgan bir paytda ota-onalarga doimiy yordam bera olishlari qiyinlashmoqda. Avvallari keksalarni parvarish qilish to'liq oilaning zimmasida bo'lgan bo'lsa, hozirda bu yukni faqat oila zimmasiga yuklash qiyin. Shaharlarda yashayotgan yosh oilalar o'z uy-joyi, ta'lim, kommunal to'lovlar, bolalarning ehtiyojlari kabi ko'plab xarajatlarga duch kelishadi. Bu shuni anglatadiki, nafaqaxo'rlar faqat farzandlarining yordamiga umid bog'lab qolmasliklari kerak. Kimlar tashvishlanish kerak? Agar siz quyidagi toifalarga kirsangiz, siz jiddiy ravishda tashvishlanishingiz va choralar ko'rishingiz shart. Faqat davlat pensiyasiga qarab yashaydiganlar. Agar sizning yagona daromad manbangiz davlat pensiyasi bo'lsa va boshqa hech qanday jamg'arma, mulk yoki daromad manbangiz bo'lmasa, siz eng xavfli guruhdasiz. Siz inflyatsiya va narxlar o'sishiga qarshi himoyasisiz. Misol, Oysha buvi, 20 yosh, turmush o'rtog'i olamdan o'tgan, farzandlari uzoq shaharda yashaydi. U faqat o'zining 900 ming so'm pensiyasiga qarab yashaydi. Har oy uning 300 ming so'mi kommunal to'lovlarga, 400 ming so'mi dori-darmonlarga ketadi. Qolgan 200 ming so'mga bir oy yashash kerak. Bu pullarga hatto bir haftalik oddiy oziq-ovqat ham yetmaydi. U har doim ochlik va kasallik xavfi ostida. 2. Minimal yoki umuman jamg'armalari bo'lmaganlar. Agar sizda kutilmagan xarajatlar, masalan, favqulodda tibbiy yordam, uy ta'miri uchun hech qanday zaxira puli bo'lmasa, kichik bir muammo ham sizni juda og'ir ahvolga solib qo'yishi mumkin. Misol, Akmal aka 65 yosh. U butun umr zavodda ishlagan, lekin hech qachon pul jamg'arish haqida o'ylamagan. Davlat boqar deb hisoblagan. Hozir u nafaqaga chiqqan va 1200 ming so'm pensiya oladi. Kutilmaganda uning tishi og'rib, jarrohlik amaliyoti kerak bo'lib qoldi. Jarrohlik narxi erta 2000 ming so'm turadi. Akmal akaning hech qanday jamg'armasi yo'q. Farzandlari ham o'rtahol yashaydi. U qarzga botishga majbur bo'ladi. Surunkali kasalliklarga chalinganlar. Agar siz doimiy ravishda dori-darmon iste'mol qilsangiz yoki muntazam ravishda shifokor nazoratida bo'lsangiz, tibbiy xarajatlaringiz doimiy ravishda ortib boradi va pensiyangiz bu xarajatlarni qoplashga yetmay bo'lishi mumkin. Misol, Fotima xola 72 yosh, qandli diabet va yuqori qon bosimi bor. Har oyda insulin va qon bosimini tushiruvchi dorilar uchun
kamida 5 ming so'm sarflaydi. Pensiyasi ming so'm. Bu degani pensiyaning yarmi dorilarga ketadi. Qolganiga yashash juda qiyin. Agar kutilmaganda yana bir kasallik paydo bo'lsa, u qanday yo'l tutishni bilmaydi. 4. Yordam beradigan yaqin qarindoshlari yoki qo'llab-quvvatlash tarmog'i bo'lmaganlar. Agar siz yolg'iz yashasangiz va sizga yordam beradigan, moddiy yoki ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan farzandlaringiz, qarindoshlaringiz yoki do'stlaringiz bo'lmasa, siz eng og'ir ahvolga tushishingiz mumkin. Misol, Ahmad bobo 75 yosh, butun umrini yolg'izlikda o'tkazgan. Farzandlari yo'q. Pensiyasi 8 ming so'm. Mahallada hech kimga keragi yo'qdek his qiladi. Qiyin vaziyatga tushganida unga yordam beradigan hech kim yo'q. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Albatta, har bir qoidaning istisnolari bor. Agar siz quyidagi toifalarga kirsangiz, vaziyatingiz nisbatan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ammo bu ham mutlaq kafolat emas. 1. Ko'p daromad manbalariga ega bo'lganlar. Agar siz nafaqadan tashqari boshqa daromad manbalariga, kvartira ijarasi, kichik biznesdan tushadigan foyda, sarmoyalar ega bo'lsangiz, inflyatsiya ta'sirini yumshatishga qodir bo'lasiz. Misol, Komil aka 7000 yosh. 3 ta kvartirasini ijaraga beradi va har oyi erta 6000 so'm daromad oladi. Uning pensiyasi ham bor. Shu sababli u nafaqat qulay hayot kechiradi, balki jamg'arma ham qila oladi. Narxlar o'sishi uning uchun unchalik katta muammo emas. 2. Katta jamg'armalarga yoki investitsiyalarga ega bo'lganlar. Agar sizning bankdagi hisobingizda katta miqdordagi jamg'armalaringiz bo'lsa yoki pullaringizni ishonchli sarmoyalarga kiritgan bo'lsangiz, masalan, oltin, ko'chmas mulk, siz o'zingizni nisbatan xavfsiz his qilishingiz mumkin. Misol, Dilfuza opa, olim 8 yosh. U butun umr jamg'arma qilgan va bu pullarni o'z vaqtida ko'chmas mulkka sarmoya kiritgan. Hozir uning bir nechta do'konlari bor va ulardan ijara haqi oladi. Bankda ham katta depoziti mavjud. U narxlar o'sishidan deyarli aziyat chekmaydi. 30. Xususiy pensiya rejalariga ega bo'lganlar. Ba'zi odamlar davlat pensiyasidan tashqari xususiy pensiya fondlariga pul to'lagan bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha daromad manbai nafaqa yoshida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. G'arb mamlakatlarida bu juda keng tarqalgan, bizda hali unchalik emas. Ammo agar kimdir shu haqida o'ylab, o'ziga xususiy jamg'arma yaratgan bo'lsa, u kishi ancha himoyalangan. Misol, Sardor aka 60 yosh. Yoshligidan davlat pensiyasidan tashqari xususiy sug'urta kompaniyasiga ham har oy ma'lum miqdorda pul o'tkazgan. Endi u nafaqaga chiqqanida davlat pensiyasidan tashqari har oy sug'urta kompaniyasidan ham qo'shimcha nafaqa oladi. Bu unga ancha yengillik beradi. 4. Moliyaviy jihatdan barqaror va qo'llab-quvvatlovchi oilaga ega bo'lganlar. Agar sizning farzandlaringiz yoki yaqin qarindoshlaringiz yaxshi daromadga ega bo'lsa va sizga muntazam ravishda yordam bera olsa, bu sizning ahvolingizni ancha yengillashtiradi. Misol, Gulnora buvi 7 yosh. Uning 3 ta farzandi bor. Barchasi yuqori ma'lumotli va yaxshi lavozimlarda ishlaydi. Ular har oy onalarga pul yuborishadi. Kerak bo'lsa dori-darmon xarid qilib berishadi. Uy ishlarida yordam berishadi. Gulnora bu pensiyasi kam bo'lsa ham o'zini xavfsiz his qiladi. Asosiy qism 2 qoidalardan istisnoli qaltishlar va noaniq nuanslar. Nafaqaxo'rlar hayotida nafaqat pensiya miqdori, balki boshqa ko'plab kutilmagan jihatlar va qaltis vaziyatlar ham muhim rol o'ynaydi. Ularni bilish, to'g'ri qaror qabul qilish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Qaltis jihatlar va firibgarliklar. Nafaqaxo'rlarga qaratilgan firibgarliklar. Afsuski, firibgarlar ko'pincha keksalar zaif tomoni deb bilishadi va ularga turli xil aldov yo'llari bilan yaqinlashishadi. Masalan, pensiya oshiruvchi yangi tizim. Pul investitsiya qilish orqali yuqori daromad kabi yolg'on takliflar bilan chiqishadi. Yoki ijtimoiy xizmat xodimi niqobi ostida uyga kirib pul o'g'irlash hollari ham uchraydi. Xabaringiz borki, sizga bankdan qo'ng'iroq qilishyapti degan firibgarliklar ham tobora ko'paymoqda. Nafaqaxo'rlar bunday qo'ng'iroqlarga, xabarlarga ishonmasliklari, shaxsiy ma'lumotlarni, bank kartalari raqamlarini, PIN kodlarini hech kimga aytmasliklari kerak. Bu borada hatto eng yaqin qarindoshlaringizga ham shaxsiy hisob raqamingiz sirlarini aytmaslikka harakat qiling. Har qanday shubhali vaziyatda pensiya jamg'armasiga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Yashirin to'lovlar, bank xizmatlari uchun komissiyalar, kommunal to'lovlardagi oshiqcha yozuvlar, uy-joy va maishiy xizmatlar uchun kutilmagan to'lovlar nafaqaxo'rning byudjetiga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin.
Har bir to'lovni diqqat bilan tekshirish, savollar tug'ilsa mutaxassislarga murojaat qilish muhim. Ba'zida kichik komissiyalar ham yil davomida katta summalarga aylanib ketishi mumkin. Masalan, har oy pensiya kartasidan ertalab 1 ming so'mdan xizmat haqi yechilsa, bu bir yilda 12 ming so'm bo'ladi. Lekin agar bu summa 5 ming so'm bo'lsa, u 6 ming so'mga aylanadi. 2. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar. Davlat pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarishlarga duch kelishi mumkin. Yangi qonunlar, qarorlar pensiya hisoblash tartibiga, uning miqdoriga yoki uni olish shartlariga ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish va ularni tushunish juda muhim. Aks holda siz bilmasdan qandaydir imtiyoz yoki qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Masalan, ba'zi kasb egalari uchun maxsus pensiya imtiyozlari bekor qilinishi yoki aksincha yangi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar joriy etilishi mumkin. Bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasining rasmiy saytlaridan yoki joylardagi bo'limlardan olish mumkin. O'tu, moliyaviy savodxonlikning yetishmasligi. Ko'plab nafaqaxo'rlar moliyaviy masalalarda yetarli bilimga ega emaslar. Bu ularga o'z pullarini samarali boshqarish, jamg'armalarni inflyatsiyadan himoya qilish yoki to'g'ri sarmoya kiritish imkonini bermaydi. Oddiy maslahatlar, masalan, xarajatlarni hisobga olish, byudjet tuzish, bank xizmatlarining afzalliklarini tushunish juda foydali bo'lishi mumkin. 4. Noaniq nuanslar va istisnolar. Qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar. Nafaqadan tashqari davlat tomonidan taqdim etiladigan boshqa ijtimoiy yordam turlari ham mavjud. Masalan, uy-joy kommunal xizmatlariga subsidiyalar, bepul tibbiy xizmatlar yoki dori-darmonlar bo'yicha imtiyozlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar bunday imtiyozlardan xabardor emas yoki ularni qanday olishni bilmaydi. Har bir nafaqaxo'r o'zi yashaydigan hududdagi ijtimoiy himoya idoralariga murojaat qilib, qanday imtiyozlar mavjudligini bilishi va ulardan foydalanishi kerak. Bu juda katta yordam bo'lishi mumkin. Masalan, ijtimoiy xizmatlar agentligi yoki uning joylaridagi bo'limlari orqali bunday ma'lumotlarni olish mumkin. Yashash xarajati va pensiya miqdoridagi hududiy farqlar. Mamlakatimizning turli hududlarida yashash xarajati turlicha. Katta shaharlarda, Toshkent, Samarqand narxlar yuqoriroq bo'lishi mumkin. Qishloq joylarda esa arzonroq. Biroq pensiya miqdori ko'pincha hududga bog'liq emas. Bu esa shaharlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Masalan, Toshkentda yashovchi nafaqaxo'r uchun 1 million so'm pensiya bilan yashash qishloqda yashovchi uchun ancha oson. Bu muammoni hisobga olish va yashash joyini tanlashda bu omilni inobatga olish kerak. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar dilemmasi. Ba'zi nafaqaxo'rlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirishadi. Bu ularning pensiya miqdoriga qanday ta'sir qiladi? Ba'zi hollarda ish staji oshgani sayin pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan esa qo'shimcha daromad imtiyozlarining bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Bu borada aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish muhim. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun maxsus qoidalar mavjud, ularni tushunish muhimdir. Mulkni himoya qilish va meros qonunlari. Nafaqaxo'rlar o'z mulklarini uy, yer, mashina, jamg'armalar qanday himoya qilishlari va ularni kelajak avlodlarga to'g'ri meros qoldirishlari haqida o'ylashlari kerak. Vasiyatnoma tuzish, mulkni ro'yxatdan o'tkazish, agar kerak bo'lsa, mulkni boshqa shaxs nomiga o'tkazish, masalan, farzandlar nomiga kabi masalalar kelajakdagi nizolarni oldin olishga yordam beradi. Yuqori yoshdagi odamlar ko'pincha mol-mulkni qonuniy rasmiylashtirishda e'tiborsiz bo'lishadi. Bu esa keyinchalik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Ishonchnoma, vasiylik. Agar nafaqaxo'r yoshi o'tganligi sababli o'z moliyaviy ishlarini boshqara olmasa, ishonchnoma, general ishonchnoma orqali boshqa shaxsga, masalan, farzandiga o'z moliyaviy masalalarini boshqarish huquqini berishi mumkin. Bu esa, masalan, pensiya olish, kommunal to'lovlarni to'lash, bankdagi operatsiyalarni amalga oshirish kabi ishlarda yordam beradi. Bu hujjatni notarius orqali rasmiylashtirish kerak. Raqamli savodxonlikdagi tafovut. Bugungi kunda ko'plab xizmatlar, shu jumladan bank operatsiyalari, kommunal to'lovlar, davlat xizmatlari onlayn shaklga o'tmoqda. Ko'pgina nafaqaxo'rlar esa raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynalishadi. Bu esa ularga zamonaviy xizmatlardan foydalanishga to'sqinlik qiladi va ularning hayotini qiyinlashtiradi. Farzandlar yoki yaqinlarning yordami bilan mobil bank ilovalari, onlayn to'lovlar, davlat portallaridan foydalanishni o'rganish juda muhim. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki kutilmagan holatlarda tezkor
yechim topishga ham yordam beradi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, vaziyat qanchalik og'ir bo'lmasin, har doim chorlar ko'rish imkoniyati mavjud. Muhimi o'zgarishlarga tayyor bo'lish va faol harakat qilish. Quyida siz uchun aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Joriy moliyaviy ahvolingizni tahlil qiling. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Daromadingizni hisoblang. Pensiyangiz miqdorini, agar bo'lsa, boshqa daromad manbalarini masalan. Ijaradan tushadigan pul, kichik biznesdan foyda, oila a'zolaridan keladigan yordam aniq summalar bilan yozib chiqing. Xarajatlaringizni hisoblang. Har oyda nimalarga pul sarflashingizni batafsil yozing. Oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv, uy telefoni, internet, dori-darmonlar, transport xarajatlari, kiyim-kechak, kichik sovg'alar, kutilmagan xarajatlar uchun ajratilgan pullar. Hatto har bir kichik xarajatni ham, masalan, bozorga borgandagi yo'l kira hisobga oling. Kamaytirish mumkin bo'lgan joylarni aniqlang. Xarajatlar ro'yxatini ko'rib chiqing va qayerdan pul tejash mumkinligini o'ylab ko'ring. Masalan, ba'zi bir mahsulotlarni arzonroq alternativlarga almashtirish, keraksiz obunalardan voz kechish, gazetalarga qandaydir pullik xizmatlarga, kamroq tashqi tomondan ovqatlanish, transportdan tejalish. Bu oson emas, lekin har bir so'm muhim. Har bir xarajatni qalam bilan yozib borishni odat qiling. Bu sizga pulingiz qayerga ketayotganini aniq ko'rsatadi. 2. Daromad manbalaringizni diversifikatsiya qiling, agar imkon bo'lsa. Pensiyadan tashqari qo'shimcha daromad topish yo'llarini izlang. Yarim kunlik ish topish. Agar sog'ligingiz imkon bersa, qisman ishga kirishingiz mumkin. Masalan, maktabda farroshlik, bog'bonlik, bolalarni bog'chadan olib kelish, do'konlarda posbonlik yoki mahalla faolligi. Ba'zi nafaqaxo'rlar uyda qo'l mehnatlari, tikuvchilik, to'quvchilik, hunarmandchilik bilan shug'ullanib, ularni sotishadi. Internetda ham turli kichik topshiriqlar bajarib pul topish imkoniyatlari mavjud. Masalan, oddiy ma'lumotlarni kiritish, xabarlarni tarqatish kabi. Bo'sh xonalarni ijaraga berish. Agar sizda foydalanilmaydigan xona yoki mulk bo'lsa, uni ijaraga berish orqali qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Bu ayniqsa talabalar shaharlarda dolzarb bo'ladi. Kichik uy biznesi. Agar biron bir mahoratga ega bo'lsangiz, masalan, pishiriqlar pishirish, ko'chatlar yetishtirish, sabzavotlar o'stirish, qo'l sanatlari, ularni sotib pul topishingiz mumkin. Ba'zi ayol nafaqaxo'rlar uyda shirinliklar tayyorlab sotishadi yoki kiyim tikishadi. Erkaklar esa mayda duradgorlik, chilangali ishlar bilan shug'ullanishadi. O't jamg'armalaringizni himoya qiling. Agar jamg'armalaringiz bo'lsa, ularni inflyatsiyadan himoya qilish haqida o'ylab ko'ring. Bank depozitlari, pulni uyda saqlashdan ko'ra bankka qo'yish afzal. Hozirda banklarda inflyatsiyaga bog'langan yoki yug'ori foizli depozit turlari mavjud. Bu pulingizning qadrini saqlab qolishga yordam beradi. Imkon qadar pulni uzoq muddatli va yug'ori foizli depozitlarga joylashtiring. Ammo bankning ishonchliligi haqida ma'lumot to'plang. Naqd pulni uyda saqlashdan saqlaning. Uyda katta miqdorda naqd pul saqlash firibgarlik va o'g'irlik xavfini oshiradi. Bundan tashqari, naqd pul inflyatsiya ta'sirida tezda o'z qadrini yo'qotadi. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Tez va oson boylik va'da qiladigan shubhali investitsiya takliflaridan uzoqroq turing. Har qanday sarmoya kiritishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. Did huquqlaringiz va imtiyozlaringizni tushuning. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring. Pasport, pensiya guvohnomasi, pensiya kitobchasi va agar bo'lsa tibbiy hujjatlaringizni o'zingiz bilan oling. Pensiyangizni qayta hisoblash, qo'shimcha imtiyozlar yoki mavjud dasturlar haqida ma'lumot oling. Hech qanday ma'lumotni eshitganda uni tasdiqlash uchun rasmiy manbaga murojaat qiling. Qo'shimcha ijtimoiy yordam haqida so'rang. Ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilib, sizga qanday qo'shimcha ijtimoiy yordamlar ko'rsatilishi mumkinligini aniqlang. Masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar, bepul dori-darmonlar yoki boshqa moddiy yordam dasturlari. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni, yosh, sog'liq, oilaviy holat to'g'ri taqdim eting. Yuridik maslahat oling. Agar siz pensiya qonunchiligi yoki boshqa masalalarda tushunmovchilikka duch kelsangiz, bepul yuridik yordam xizmatlariga murojaat qiling. Ba'zi tashkilotlar keksalarga bepul huquqiy maslahatlar beradi. 5. Sog'ligingizga e'tibor bering. Profilaktik choralar. Muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'ting. Kasallikni oldini olish davolashdan ko'ra arzonroq va osonroq. Har yili hatto o'zingizni yaxshi his qilsangiz ham
umumiy tibbiy ko'rikdan o'ting. Sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, stressdan uzoqlashish tibbiy xarajatlaringizni kamaytirishga yordam beradi. Har kuni oddiy jismoniy mashqlar qilish, piyoda yurish foydalidir. 6. Kelajakni rejalashtiring. Oila bilan muhokama qiling. Moliyaviy vaziyatingizni farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz bilan ochiqchasiga muhokama qiling. Kelajakdagi ehtimoliy qiyinchiliklar haqida gaplashing. Birgalikda yechim topishga harakat qiling. Ulardan sizga moddiy yoki ma'naviy yordam berishlarini so'rashdan uyalmang. Vasiylik va ishonchnoma. Agar kelajakda o'z ishlaringizni boshqara olmaslik xavfi tug'ilsa, ishonchnoma yoki vasiylikni rasmiylashtirish haqida o'ylab ko'ring. Bu hujjatlar sizning moliyaviy va shaxsiy masalalaringizni kim boshqarishini belgilaydi. Notariusga murojaat qiling. Vasiyatnoma tuzing. Mulkingizni qonuniy ravishda kimga qoldirishni aniq belgilang. Bu kelajakda oilaviy nizolarni oldini oladi. Yana notarius orqali rasmiylashtirilishi shart. Raqamli savodxonlikni oshiring. Mobil telefoningizda bank ilovalaridan foydalanishni, kommunal to'lovlarni onlayn to'lashni o'rganing. Bu sizga ko'p vaqt va kuchni tejaydi. Farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga buni osongina o'rgatishlari mumkin. Xulosa va yakuniy xitob aziz tomoshabinlar, bugungi videoda aytilgan ma'lumotlar og'ir bo'lishi mumkin, ammo vaziyat jiddiy bo'lsa-da, bu sizning qo'llaringizni tushirib o'tirish uchun sabab emas. Aksincha, bu harakat qilish, tayyorgarlik ko'rish va o'zingizni himoya qilish uchun kuchli motivatsiya bo'lishi kerak. Biz kelajakka ishonch bilan qarashni istaymiz, ammo ko'zimizni yumib o'tira olmaymiz. Reallikni qabul qilib, unga munosib ravishda tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Bugundan boshlab men aytgan qadamlarni amalga oshirishga kirishing. O'z moliyaviy ahvolingizni tahlil qiling. Qo'shimcha daromad manbalarini izlang. Jamg'armalaringizni himoya qiling. Huquqlaringizni biling va sog'lig'ingizga e'tibor bering. Kelajakda afsuslanmaslik uchun bugun harakat qiling. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va maslahatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. 0. Bu yerda siz kelajakda ham o'zingizni himoya qilishga yordam beradigan eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni topasiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo hushyor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.